nomerlarda yangi opti, svejiy Perigon Labo'ga birinchi xazayn o'zingiz bo'lasiz. Dokumentda emas, dokumentda ikkinchi bo'lasiz, lekin mingan odam birinchi siz bo'ldingiz. Svejiy Perigon оформление bo'ldi-da, o'sha egasiga u hisoblanmaydi, o'zi bilasiz, birinchi оформление hisoblanmaydi. Sразу siz olasiz bu mashinani. Живой состояниеda egasini aytimida Labo 08 gaz 2019-yilga 610 ming so'mga qo'yapti. O'zi butun yuklatgani uchun, mashinani idealniy sostoyaniyasini tanlab olgani uchun o'zi ham qimmat tushibdi, Koreyadan olib keltirib. Akam 610 mingga bosib yuborasizmi deyman akam. Endi sezon ham kelyapti, bir pasda puli chiqadi inshaalloh. Oldi elektropaket, mana bunday kojinniy salon, rullari ham moslashgan, mexanika, живой состояниеda deb egalari aytdi. O'zi ham ko'rinib ham turibdi. Ishlar yopilishini qarang. 610 mingga 2019-yilga svejiy Perigon mana hozirgina nomerda olishib olib keldi. Narxini kelishgan egasining nomeri ekran pastida. Yaxshi kunlaringizga xizmatingizni qilsin shu Labo.